Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi sahih Bukhari namlı kitapta bugün taharet münasebetlik bölümünde taş bilen istinja qilish haqida mundaq deydi. Bu adamda taş bilen istinja qilish deb alohida bir bab keltirishninki sababi nima degan vaqtda bir qism ulamolar bo'libmi Zahiri mazhabning ulamolari va qisman Hanbali ulamolar suv bilan istinja qilishga bo'ldi. Tosh bilan yoki chomma bilan istinja qilishga bo'lmaydi deb qaragan. Shuningdek Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bularga radiya asosida bu babni alohida gavdlik holatda bu yerda ko'rsatib kelgan. Bu 155 numurli hadis Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ahmad ibn Muhammad al-Makki degan odam hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxorining ustozlaridan ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Avn, yani Abu Walid Ghassani yoki Azraqi nomi bilan mashhur. Tarixi Makka nomli bir kitob bor, mashhur kitob. Shu kitobningki yozuvchisi keyingi bir Abul Walid ismi bilan mashhur bo'lganda, Abul Walid al-Azraqi deymiz. Shu odamning cho'ng dadasi bo'ladi bu. Demak, bu Ahmad ibn Makki degan bu odam ilim ailesinden kelip çıkan büyüklerden. Mekke'de yaşayan. Bu kişi İmam Malik rahmetullahi aleyhi okuyan ve ondan başka ustazlar okuyan. Demek bu İmam Bukhari'ninki ustazı. Nevrisi Tarih Mekke'nin yazgıcı boladı. Belki İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Mekke Medine'li kelgen peytlerde kuruşup şu vaxtıda ustaz tutkan bolışı mümkün. Bu adam 222 yılı ölüp ketken. Endi bu zat deydi o bizga Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amrul Makki degan adam hadis so'zlab bergan edi deydi. Endi bu Amr ibn Yahya kim o deganda Umaviylar xonadonligi davrida Amr ibn Sa'id al-Ashtaq deydigan bir odam Madinaga vali bo'lgan ayni vaqtida. Bu kishini Umaviylarniki sultoni Abdülmelik ibn Mervan Şam'da öldürüp, çünkü ikisi şu vaxt hukuk talışıp, aralıqda sürüklüşüp olgan. Abdülmelik'ten aldap, bunu öldürgen Abdülmelik. Kim ballarını Medine'ye yoluk silip etken. Şu münasebetle balları Mekke'de yerleşip, Mekke'de makan tutup yaşagan. Tigi Umayyalardan bulanıki nesibi. Abbasilarniki devleti kurulgan keyinki mezgilde bu şu vaqtlarda mı bular Mekke'de yaşagan. Bana Mushu Amr ibn Yahya şu bayatında öldürülgen Amir'nin nevrisi boladı. Bu adam nurgun ulamalarda okugan. Demek bu aile bir ilmi ailede turdu. Çünkü ilim bilen, hadis bilen şoğullanlıqallık çıkıp durwadı. Bu zaten de özünki çoğun dadısını rivayet kılgan. Çoğun dadısı Sa'id ibn Amr ibn Sa'id, yani bayatın öldürülen Ömür ibn Sa'id'inki oğlu. Özü işencilik tabiilardan Abdullah ibn Abbas ve onlardan başka sahabeler da okugan. Özünki oğulları, bayatın nevirleri bu adamdan hadis rivayet kılgan. Demek biz bayatın dep ötkendek bu bir cemaat, bir aile ilim bilen, hadis bilen şoğullangan büyük aile iken. Bu zat deydi hem de. Çoğundası rivayet kılap, bu çoğundası Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dun. Bu büyük sahabe, en köp hadis rivayet kılan büyük, 5300'den artık Peygamberimizin sahabesi. Ebu Hureyre, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kendinden erişip mağdım deydi. Resulullah özünün hacetine çıkan idi. Yani terersin duruş, yani terrettil istigende. Resulullah hiç karmayla mağanda, Resulullah'ın kışığı yıkayın kesen mundak dedi. Bana bir taş ekip bergin, bu taş bilen istinca kılı olay dedi. Biyat estenfiz loğutu biyat istinca mənisi kelgen. Yak istinca kılı olay, yak tazı olay degendek mənilerde gep kıldı. Lekin bana soğuk tizek ekip kanmağın dedi. Çünkü soğuk bilen tizekte istinca kılış çeklengen. Bu cillanın yemek edip tesvirlengen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kışığa bir itkimde taş ek geldim. Yak çamma taş ek geldim. Resulullah'ın yeniga koyup Resulullah'ın kışıdan kettim. Peygamberimiz hacetini rakip bulab şu taşlar bilen ergeç mi kıldı?
Yani sürtüp tazladı degan bo'ldi. Biz bu hadisdan bir necha xil yakunlarni chiqara olamiz. Birinchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'lda mangsa, u yon bu yonga bunda sinchilab qarab ketmaydi. Tüp-tüz mang'atdi payg'ambarimizning. Bu holatni bayon qilib turyapti. Yana birisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra'ningki har qanday narsalar istinjo qilsa bo'ladi degan bir tushunchani berish uchun toshdan boshqa tizak bilan menga so'ngakka kelib qolmag'in dedi. Eskertish beryapti-da. Bu yerda endi tosh yoki chami deb buni tosh deb bayon qilish sabab nima bo'lsa, Arab yarim orli bo'lib Madina asosan toshliq rayon bu. Qo'lga ko'proq uchraydigan tosh. Shunga odat ko'proq uchiradigan narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'liqadigan narsani tilga ilg'iliq bu yerda. Undan boshqa Imom Ayni rahmatullohi alayhi buni bayon qilib, har qanday yemeklik bilan ya'ni tozliq o'rnida ishlatishga bo'lmaydi. Xatva mesela ilimba qog'ozlarni ishlatishga bo'lmaydi deb shunaq degan. Bir qism ulamolar so'ngaki qiyos qilib aynakda tozliq aytishga bo'lmaydi degan. Chunki yitish mumkin deb. Bu bir aqlli ahvol. Bu hadisda undan boshqa o'zinki yaqin bolalarini, yaqin ko'rgan odamlarni kamtarlik nuqtasi asosida buni xizmat qilsa, ish qilib bursa bo'ladi, yo'lliq degan bo'ladi. Bu hadis qarta ulamolar orasida xilma-xil tushunchalarda bo'lgan. Masalan, Zohiri mazhabdagi ulamolardan Davud Zohiri chammidan toshdan boshqa har qanday narsa durust emas. Har qancha qog'oz bilan yoki boshqa narsalar aytgan bo'lsin, toshlam durust, toshdan boshqa narsalarni tozalasa, u kifoya durust emas, ado topmaydi, tozalgan hisoblanmaydi deb qaragan. Chunki bu Zohiri deb aytilishlar har qanday ayet hadisninki şekli ma'nosini asos qilib mangan. Shu nuqtadan bular bu masalada chiq turgan. Ammo Hanifi mazhabninki peshvolardan Abu Hanif rahmatullohi alayh nijosatni tozalaydigan har qanday narsa bo'lsa bo'ladi deb qaragan. Chunki payg'ambarninki izi ummatga qanday qilishni o'rgatish. Ya'ni bu orqali ummatga bir tozliq buyumini nima bilan ishiltish to'g'riliq narsani bildiryapti. Ya'ni so'ngak bilan tizakni qilma degani qolgan narsaning hammasiga mutlaq ishlatsang bo'ladi degan mazmunni Imom Abu Hanif rahmatullohi alayh bu yakunni elib chiqqan. Chunki hamda ishiltish qulay bo'lgan narsa orqali o'rgatgan. Amaliyotda g'araz, maqsad bu yana tozalash, shuning uchun har qanday narsa durust deb qaragan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.